Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzuyimiz yig'uvchi robototexnik komplekslar haqida gaplashib o'tamiz. Yig'uv operatsiyalarini mexanizatsiyalash darajasi 25-40%, avtomatlashtirish darajasi esa 5-7% dan oshmaydi. Sanoat robotlari yordamida avtomatik tarzda yig'uv jarayonini amalga oshirish quyidagi bosqichlarga bo'linadi. Birinchisi, detallarni turli qurilmalarda jamlash, ya'ni paketlarda, bunkerlarda, kassetalarda va boshqalarda. Ikkinchisi, robot tomonidan yig'uv asbobi yordamida metallarni qisqichlab olish. Uchinchidan, sanoat robotlari yordamida yig'uv pozitsiyasiga va yig'uv pozitsiyasidan jamlash, pozitsiyalarini tashish, transportlash. To'rtinchisi, yo'naltirish va beshinchisi, sanoat robotlari yordamida detallarni ulash. Robototexnik yig'uv sistemalarini qurishning 3 xil konsepsiyasi mavjud. Birinchisi, butun yig'uv operatsiyasi elementar operatsiyalarga ajratiladi. Har bir elementar operatsiya tor ma'nodagi maxsus robot tomonidan bajariladi. Ikkinchisi, yig'uv sanoat roboti kompleks markazida joylashtiriladi. Uning atrofida turli yordamchi jihoz, uskunalar, detallarning yetarli zaxirasi bilan o'rnatiladi. Uchinchisi, butun yig'uv jarayoni elementar operatsiyalar guruhlariga ajratiladi. Har bir guruhdagi elementar operatsiyalarni bajarish uchun maxsuslashgan robotdan foydalaniladi. Barcha sanoat robotlari ustidan boshqarish uchun markaziy boshqaruv elektron hisoblash mashinasidan foydalaniladi. Mashinasozlikdagi buyumlarni avtomatik holda yig'ishda foydalaniladigan sanoat robotlari asosiy va yordamchi operatsiyalarni, ya'ni detallar va buyumlarni birlashtirish va tashish kabi operatsiyalarni bajaradilar. Birlashtirish operatsiyasi uchun sanoat robotlari qisqichlaridan, yig'uv asbobidan va moslamalardan foydalaniladi. Detallar jamlagichlari, sanoat robotlari, transport, texnologik nazorat va boshqa jihoz uskunalar yig'uv robototexnik tizimlarining komplekslari tashkil etadilar. Strukturaviy alomatlarga ko'ra yig'uv robototexnik komplekslari bir pozitsiyali va ko'p pozitsiyali turlarga bo'linadi. Birinchi turdagi robototexnik tizimlar komplekslarida yig'uv jarayoni operatsiyalari yiriklashtirilgan bo'lsa, ikkinchi turda esa ular maydalashtirilgan. Robototexnik tizimlar komplekslari loyihalashtirish yig'uv birliklaridagi detallar soni, o'lchamlari, massalari, yig'ilayotgan buyumlar nomenklaturasiga bog'liq. Yig'uvda ishlatiladigan sanoat robotlarining konstruktiv xususiyatlariga quyidagilar kiradi. 1. Yig'uv asboblari va qisqichlarni avtomatik tarzda almashtirish imkoniyati mavjudligi. 2. Ijro bo'g'inlari siljishi tezligining keng diapazondaligi. 3. Detallarni birlashtirish va qisqichlarga doir aniq sharoitlarga moslashish. 4. Yig'uv sifatini nazorat qilish. 5. Pozitsiyalashning yuqori aniqligi. Yig'uv operatsiyalarida qo'llaniladigan robotlar 4 ta funksional guruhlarga bo'linadilar. Birinchi guruh detallarni tashish, yig'uv birikmalarini yuklash va tushirish uchun qo'llaniladigan yordamchi robotlar. Robotlarning bunday operatsiyalar uchun qo'llanilishi uzatib turuvchi qurilma konstruksiyasini soddalashtiradi. Ikkinchi guruh izolyatsiyalangan yig'uv mashinasi bo'lib, odatda sodda robotlar qo'llaniladi va ular murakkab bo'lmagan yig'uv operatsiyalarini bajaradilar. Uchinchi guruh yig'uv markazi kichkina seriyali ishlab chiqarishda detallarni yig'ish uchun qo'llaniladi. Bunday yig'uv markazi detallarni operatsiyalarga tashish vazifasini bajarmaydi. Murakkab operatsiyalar bir joyda ikkita yoki undan ortiq sanoat robotlari tomonidan bajariladi. Bunday robotlar qisqichni va asbobni avtomatik tarzda almashtira oladilar. 4-guruh robotli moslashuvchi yig'uv liniyalari. Ular o'rta seriyali buyumlar modifikatsiyasi soni talaygina bo'lib, ishlab chiqarishdagi yig'uv ishlarini avtomatlashtirish uchun qo'llaniladi.
Moslashuvchan ishlab chiqarish sistemalari ishlash sharoitlarini e'tiborga olgan holda detallar tayyorlash texnologiyasi bir necha jarayonlarga bo'linadi. Moslashuvchan avtomatlashtirilgan bo'limlarda detallarning har bir partiyasiga qayta ishlov berish uchun ishlab chiqarishni tayyorlash jarayonini rejalash xizmati tomonidan bajariladigan ishlarni o'z ichiga oladi. Ular jihozlarni yuklanishi darajasini va qayta ishlov berish imkoniyatlarini, xom mahsulotlarga ega bo'lgan yo'ldosh uskunalarni, instrumentlarni yetkazib berish va hokazo hamda jihozlarni qayta sozlash darajasini baholash uchun bajariladigan ishlardir. MEP yuzlardagi ishlab chiqarish jarayonida detallarning har bir yangi partiyasini kiritish bevosita tayyorgarlik ishlarini bajarish bosqichi bilan bog'liqdir. Tayyorgarlik ishlari bajarilgach, birinchi detal xizmati ko'rsatuvchi personal ishtirokida ishlovdan o'tadi. Partiyadagi qolgan barcha detallarga avtomatik rejimda xizmat ko'rsatuvchi cheklangan personal ishtirokida ishlov beriladi. Detallar keyingi partiyaning takroriy yasalishi personalning bevosita ishtiroksiz amalga oshiriladi. Yuqorida sanab o'tilgan ishlar qatorida moslashuvchan axborotlashgan bo'limlardan tashqari bajariladigan ishlar zavod bo'yicha umumiy xizmat bo'limlari tomonidan ishlab chiqarishni dastlabki tayyorlash, qo'lda bajariladigan universal jihozda detallarga oxirgi ishlovlar berish va hokazolar kirmaydi. Robototexnik tizimlarning komplekslarining sinflanishiga ko'ra ularni quyidagi turlari farqlanadi. Birinchi, tarkibidagi sanoat robotlari yordamchi texnologik operatsiyalarni bajaradigan robototexnik tizimlar komplekslari. Ikkinchisi, tarkibida sanoat robotlari yordamchi operatsiyalarni hamda asosiy texnologik jihoz uskunalarga xizmat ko'rsatish bo'yicha operatsiyalarni bajaradigan robototexnik tizimlar komplekslari. Birinchi turdagi robototexnik tizimlar komplekslariga yig'uv, payvandlash, bo'yash, jilvilash, tozalash, nazorat qilish, transport robototexnik tizimlar komplekslari va hokazolar kiradi. Ikkinchi turdagi robototexnik tizimlar komplekslariga tog', konchilik ishlarida qo'llaniladigan burg'ulash robototexnik tizimlar komplekslari, metallurgiyada qo'llaniladigan yonbag'irdosh tayanchlarni montaj qiluvchi robototexnik tizimlar komplekslari, yengil va oziq-ovqat sanoatida donali mahsulotlarni qadoqlash robototexnik tizimlar komplekslari, tibbiyotda qo'llaniladigan mikrojarrohlik robototexnik tizimlar komplekslari va hokazolar kiradi. Moslashuvchan robotlarning programmaviy robotlar o'rnida qo'llanilishi yig'uv robototexnik tizimlar komplekslarining funksional imkoniyatlarini kengaytiradi. Shunday robototexnik tizimlarning komplekslarining namunasi sifatida radiopriyomniklarning g'altaklarini yig'uvchi robototexnik tizimlar komplekslariga keltiramiz. Bu robototexnik tizim komplekslari tarkibidagi sanoat robotlari quyidagi operatsiyalarni bajaradi. G'altaklar va kassetalar karkaslarni tanlash, chulg'amlar uchlarini fyuzlash, uchlarni payvandlash, uchlarni maxsus eritmada yuvilgandan so'ng suvda yuvish, karkaslarni buriluvchi stolga qo'yish va o'rnatish, halqalarni kiydirish, bo'ksalarni burash, o'zaklarni burab mahkamlash, ekranni kiydirish, g'altakni markerlash, kassetaga tayyorlash, g'ildirakni o'rnatish, joylash. Mikro elektro hisoblash mashinalari quyidagi funksiyalarni bajaradi. Birinchisi, yig'uv jihoz uskunasi ishini nazorat qilib boradi. 2. Ijro mexanizmlari harakatlari programmalariga tezkorlik bilan tuzatishlar kiritadi. 3. Taktil datchiklaridan kelgan informatsiyani qayta ishlab beradi. 4. Yig'uv pozitsiyalarida metallarni bor yo'qligini hamda yig'uv sifatini nazorat qilib. Hurmatli talabalar, bugungi qisqacha mavzu haqida ma'lumotlar shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.